Yaxshi o'tdimi? Charchamayapsizmi? Zo'r bo'ldi. Maza qildik. Men hozir atrofdagi chiqindilarni yig'yapman-da. Qarashasizmi ozgina yurtimiz tozaligi uchun? Bo'l. Muammosi yo'q. Yon atrofda chiqindi ko'payib ketibdi-da, qarashmaysizlarmi biroz terishga? Chiqindi ko'payib ketibdi, terishyapman. Qarashmaysizmi biroz iltimos? Endi bolalar bilan xafa bo'ldim. Qaytanga yaxshi-ku bolalaringizga o'rnak bo'ladi tabiatni asrashda. Kech bo'lib ketdi, ertalab. Hormanglar, yaxshi o'tdimi? Отлично, прям. Yon atrofda chiqindi ko'payib ketibdi, terishyapman. Qarashmaysizlarmi biroz iltimos? Uzoqdan kelganmiz-da, uzrda. Shoshyapmiz, xafa bo'lmaysiz. Yon atrofda chiqindi ko'payib ketibdi, tozalayapman. Biroz qarasha olmaysizlarmi iltimos? Bo'ldi, davay. Olinglar. Chiqindi yig'yapman, yon atrofdan qarashasizmi iltimos? Rost ketishim kerak. Yon atrofdan chiqindi yig'yapman, qarasha olmaysizmi mabodo? Mana shu atrofdan, mana orqalarda turib yuribdi. Yon atrof chiqindi bo'lib ketgan, o'zim yig'ishyapman-da. Bolalaringiz biroz yordam berishsin, maylimi, qo'yib beraman. Ketdi-da hammasi. Mayli, shu yerda boridan 2-3 kishi mana shu atrofni yig'sak bo'ldi, yetarli. Men bular endi meni bo'linmamasdan. Hech bo'lmasa ikkita formaliga yordam bersa bo'ldi. Yon atrofda chiqindi ko'payib ketibdi. Menga yordam berasizmi iltimos? Ha. Rahmat.